Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Bugundan boshlab Xuz Pro jamoasi o'z ish faoliyatida, ya'ni YouTube'da o'z ish faoliyatini boshladi. Bugun mana birinchi videomizni chiqaramiz va bu video yaxshigina prosmotr va like, kommentga ega bo'lsa, biz nasib qilsa bitta Telegram bot kodini tarqatamiz. Xudo xohlasa hamma bemalol foydalanishi mumkin bo'ladi. Demak, bugun qanaqa video chiqaramiz? Bugungi rejamiz qanday? Bugun nasib qilsa menyulardagi va keyboard, ya'ni keyboard qismi, dasturchi bo'lsa oramizda keyboard qismlarini rangli qilish bo'ladi. Asosiy vazifamiz har xil turda ko'rib chiqamiz. Endi asosiy videoning asosiy qismiga o'tsak, botimizga o'tamiz. Men test degan bot ochib qo'yibman. Start bosamiz. Mana chiqyapti menyular. Mana bu buyurtma berish, buyurtmalar va hokazo chiqyapti. O'shani qanday qilib rangli qilish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Buyurtma berishni bosganimizda hozir bu yangi bot test uchun ochib qo'yibman. Buyurtma yo'q, mana payme va hokazo hamma keyboard qismlarini rangli qilish mumkin. Bundan keyingi darsligimizda bo'lsa, video, ya'ni mana bu xizmatlar, buyurtma berish qismlaridagi oldidagi emojilarini premium emojiga o'tkazishni ham to'liq o'rganib chiqamiz. Bu Python kodlarda ham, boshqa kodlarda ham bemalol ishlaydi. Demak, boshladik. Mana hamma tomon ishlab turibdi. Endi birinchi o'rinda sizda tayyor kod bo'lishi kerak. Tayyor kodni hostga qo'ygan bo'lib, ishlatadigan darajaga olib chiqqan bo'lishingiz kerak. Demak, biz ketdik hostimizga. Hostimizga o'tamiz va o'sha faylimiz, asosiy botimizning fayliga o'tib olamiz. Demak, endi asosiy faylimizga kirib olamiz, ya'ni bot page-ga kiramiz. Kirganimizdan keyin sizga qaysi tahrirlovchi yoqsa o'shanga bosasiz. Menga VS Code tahrirlovchi yoqadi va bu yerdan qidirib o'tirmaysiz. Sizga oson, xohlasangiz qidirsangiz ham bo'ladi. Sizga oson yo'lni o'rgatmoqchiman. Ya'ni bu yerdan xohlagan joyini, shu qora qismdagi xohlagan joyini ustiga bosib turasiz. Bosib turganingizdan keyin mana bunday menyu chiqadi. Oxirdagi F1 degan tugmani bosamiz, ya'ni command paletini, va bunda Find deb yozamiz va Ctrl+F degan turibdi, o'shani bosamiz. Va bu yerga qaysi qismini premium emojili qilmoqchisiz, o'shani yozamiz. Ya'ni bu yerda, demak, bu yerga yozamiz. Bu buyurtma berish. Hop. Mana bizga chiqib keldi buyurtma berish. Demak, mana shuni ko'rganimizdan keyin buni o'chirib turib X ni bosamiz, o'chadi va pastga tushiramiz. Mana buyurtma berish. Sizga agar bu kichkina ekran yoqmasa, xohlasangiz notebookda qilishingiz ham mumkin. Xohlasangiz mana bu ekranni to'liq ekranga o'tkazishingiz ham mumkin. Menga hozir mana shu qulay. Demak, ekranni sal surib olamiz buyurtma berishdan keyinroqqa. Mana o'rtaga keldi va buyurtma berishdan keyingi qo'sh tirnoqdan keyin bitta virgul qo'yamiz. Bitta virgul qo'yganimizdan keyin yana qo'sh tirnoq ochamiz va still deb yozamiz. Keyin bu tomonga o'tkazamiz. O'tkazganimizdan keyin chiroyliroq bo'lish uchun bitta katak tashlab turib, mana bunaqa belgi qo'yamiz. Bitta katak tashlaymiz va endi yana bitta qo'sh tirnoq ochib olamiz. Qo'sh tirnoq ochganimizdan keyin endi bu yerga rangini kiritishimiz kerak. Hozir Telegram 3 ta rangni to'liq qo'llab-quvvatlayapti. Yashil, qizil va ko'k. Endi o'shalardan bittasini tanlashimiz kerak. Demak, menga masalan hozir yashil qilmoqchiman va yashilni qanday qilamiz? Bu yerga yozamiz. Success. Ular shuni yozamiz, saqlashni bosamiz, bosdik. Endi kelib start buyrug'ini beramiz. Oddiy start berish kifoya. Mana buyurtma berish qismi. Xo'p, endi masalan ko'k va qizil qilish uchun ham xuddi shuni qo'llaymiz. Umuman qiyinchilik yo'q. Kodga kiramiz. Masalan buyurtmalar qismini men qizil qilmoqchiman. Virgul beramiz. Qo'sh tirnoq ochamiz va bunga stil deb yozamiz. deb yozganimizdan keyin bu tomoniga o'tamiz, bitta katak tashlaymiz va tenglik bilan bu belgini qo'yamiz, yana qo'sh tirnoq ochamiz. Ochganimizdan keyin endi bu yerga qizil bo'lishi uchun danger deb yozishimiz kerak. Dangerni bosganimizdan keyin pastda mana saqlashni bosyapman. Saqlashni bosmasangiz bu ishlamaydi. Saqlashni bosaman, mana o'zgarish muvaffaqiyatli saqlandi. Bosganimdan keyin yana kelaman va start bosaman. Mana bu buyurtmalar qizil rangga o'tib qoldi. Xo'p, endi qanday qilib ko'kka o'tkazamiz desalaringiz, yana kiramiz. Masalan, referral qismini ko'kka o'tkazmoqchiman. Virgul bosamiz, qo'sh tirnoq ochamiz, stil qilamiz va bu tomonga o'tkazib turib katak qoldiramiz va ushbu belgi va har doimgidek qo'sh tirnoq. Endi ko'kni qanday qilamiz? Primary, ya'ni primary. Mana shuni yozamiz va saqlaymiz. O'zgarish muvaffaqiyatli saqlandi va kelamiz, yana start bosamiz. Demak, mana uchalasi ham o'zgardi. Uchalasi ham to'liq o'zgardi va endi bosganimizda ham to'liq ishlab turibdi. Mana hamma tomoni zo'r bo'lib ishlab turibdi. Tezligi ham ancha yaxshi. Xo'p,
Mana do'stlar, videomiz yakuniga yetib qoldi. Xo'p, videoni tugatishdan oldin sizlarga bir narsani eslatib o'taman. Tez orada 1 kun ichida, 2 kun ichida qanday qilib premium emoji qo'shishni ham o'rgataman. Ya'ni buyurtma berishni oldida emoji bor, shuni qanday qilib premium emoji qilish imkoni bor, shuni ko'rib o'tamiz. Kanalda aktiv bo'lamiz. Xus Pro komandasi tez orada mana shu SMM botni kodini ham tarqatish niyati bor. Buning uchun kamida 500 tacha odam bo'lishi kerak kanalimizda. Tez fursatda bu yig'ilib qolsa, biz kanalda Xus Pro Telegram kanalida mana shu kodni tarqatamiz, xudo xohlasa. Kanalda aktiv bo'lamiz. Siz bilan Xus Pro komandasi bo'ldi. Hammaga omad.